Do'stlar, biz yana navbatdagi dushimizni bitkazish jarayonidamiz. Ishlar juda ham qizg'in ketyapti, ko'rib turganlaringdek mana 60% ishlari yakunlanib qolgan. Bu dushimiz общий PVH dan qilinyapti. Buni tagida oddiygina qumsuvoq bo'lgan, ustidan biz gipsokartondan обшиват qilinib, mana atkosda gipsokartonni обшиват qilib, ustidan PVH yopishtiryapmiz. Bugun hozir mana PVH ni umumiy ko'rinishini chiqardik. Atkoslarni bitta ikkita mana shunaqa yopishtiradigan joylari qoldi. Bu yer oldin yaxlit bitta xona bo'lgan. Uyda egalari xohlashdi bizga unitaz и dush bu yerda o'sha hozir chiqqan katta rakvinadan o'rnashi kerak bo'ldi. To'g'ri, joy juda ham katta bo'lgan. Faqat bu yerda bitta e'tibor qaratadigan joyi bor. Foydali informatsiya. Dush qiladigan ustalarga, bilganlarga eslatma, bilmaganlar bilib qo'ysa yaxshi bo'lardi. Mana shu unitaz doim odam unitazga o'tirgan vaqtda qibla chap qo'lda qolishligi uchun xuddi mana shunaqa yechim qilingan. Buni agar unitazni orqaga olib borib dushni o'rtaga o'rnatilganda bu juda ham xunuk ko'rinib qolardi. Shuning uchun yaxlit xonani biz bu yerdan перегородка qilib ajratilgan bu yerga mana. Dush bu tomonga orqaga olib o'tilgan. Bu yerda o'sha smestitel, dush hammasi bu tomonda qoladi. Bu o'rtaroqqa olib chiqilgan. Sabab shu, odam o'tirganda qibla o'ng tomonda qolishligi uchun. Albatta bunga ustalar e'tibor bersa yaxshi bo'lardi. Shu hozir mana shu holatga yetib keldi. Ish jarayonimiz mana dushga suv asosiy nam bo'ladigan joyga gidroizolyatsiya surtilgan. Hozir mana PVH ishlari yakunlandi. Bu yerda olib chiqib poliga buni polni gidroizolyatsiya surtib chiqib ketiladi. Bu tomon polni devorlari bilan birga bo'lgan. Ko'rishlaring mumkin. Mana bu tomon mana svetni to'sib turamiz. Ikki tomondan kirish, bu tomondan ham kirish bor, bu yotoqxonadan chiqish ham bor. Xudo xolasa bizni kuzatib turasizlar. Bu dushlarimizni bitgan jarayonlarini ham qo'yib o'tib ketamiz. Endi fonga e'tibor bermaysizlar, chunki kun ancha qorong'ulashib qoldi, kech tushganligi uchun. Projektorlar bilan videoga olishga qaror qildik. Bu yerda ikkita chiroq bo'ladi, bu tomonda va u tomonda. Ko'rib borasizlar, bitgan holatni ham qo'yib boramiz.